So'radi qo'ydi. Necha bo'lyapti savdosi? Savdosi? Savdo qilyapti. 5 million 300 ga savdo bo'lyapti ekan, akalar. Bosh qo'chqorimiz. Akalar 5 million 400 ga chiqdi mana qo'chqorimiz. Bermayaptilar. Aka 14 ga berilmayapti. savdosi 14 millionga berilmayapti akalar. Tortilganmi aka bu? Tortilgan. Nechta tishi? 2tadan 4ta tishi o'tadilar. 14 millionga berilmayapti akalar. Nomer qoldirib qo'yinglar aka. 91li 286 8950 akalar. Aloqaga chiqarasizlar. Sherilar bormi bitta o'zim aka? Sherigini bermayapti. Bolalari bor, bolalar 6 ta bolasi bilan. Bolalar mana aka. 20 million kam bor deyaptilar. Akalar. Ballardan ham bor ekan sotilaydi. Bunday ham rakit ekan. Akalar. Zo'ridan so'ragan. Akalar mana yonidagi mana ikkita egizi ham shuni ballar ekan. 8,5 millionga bermabdilar ballarini. Ikkalasi ham qo'chqorchi ekan. Qo'zilar 2 oylik ekan akalar. Mana shu qo'chqordi ballari ekan. 8,5 millionga bermabdilar. Nomerlarni qoldirdi akalar, aloqaga chiqib xudo xolasa telefonlashib sotdilar. Akalar qo'zilari sotilibdi 8,5 millionga. 8,5 million bor. Mana akalar. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin. Shuni ballar ekan, akalar qo'z 8,5 millionga baraka bo'ldi. 2 oylik qo'z ekan akalar. Akalar 5 million 600 ga berib yuboraman deyapti. 56 bo'lsa ana ichkasiga berganim akamga beraman, boqib olsinlar ekan. Akalar, arqalar. 5 million 600 ga savdo bo'lyapti. 5 million. Chiqaramiz. 5 million so'rayapsiz aka? 4,5 dan so'rayapman. Qochganmi? Bunisi bo'g'oz ekan. Birinchi tug'ishga hali qo'ysa. Mana o'zi ikki tish bo'lgan qisir. Tish bo'lgan ekan, qisir ekan. Savdosi aka bo'ldimi? Savdosi aka 38 dan savdo qildi. Ikkalasi bir joyga. 3 million 800 dan bermabdilar akalar. 4,5 milliondan baho aytyaptilar. 38 ga qo'shganga berib yuboraman deyaptilar. Nomer qoldirib qo'yinglar aka. Bo'ldi. 91lik aka. 91li 751 751 35 35 akalar, aloqaga chiqarasizlar. Yana bormi aka sherilari uyda? Bor. Uyda sherilari bor ekan. 16 edi bugun. 2 ta qoldi. 16 dan 2 ta qoldi. Nech bilan sotdingiz ularni? Hammasi har xil aka. Yana bolalari bordi. 6 million, 5 million. Yana bolalari bor ekan akamda. Kelaman. 3 million 800 ga qo'shganga berib yuboraman deyaptilar. Kelasi bir joyga. Sherilarni sotdim deyaptilar. Assalomu alaykum. Nech pullar aka qo'chqorlar? Ularga 11,5 deyapmiz. 11,5 million. Qo'za bular aka? Qashqadaryoning qo'chqorlar ekan akalar. Savdosi aka nech bo'ldi? 5 million 300 million savdo qildik. Bir joyga. Ikkalasini bir joyga 5 million 300 dan bermabdilar. 10 million 600 qildik. 11,5 million bo'lsa berasiz. 11 millionga beramiz. 11 millionga berib yuborasiz aka. 5,5 dan 11 million bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. Kelaman. Razrezlari. Bunisi-chi? 7 million 400. Ish buzganmi bu? Kela. 7 million 400 ga bermabdilar. Kelaman. Tortilganmi bu? 85 kilo, 86 kilo keldi. 86 kilo ekan akalar bersin. Bolalar tortishdi. Nomer qoldiraylik aka, ishqibozlarga. 97lik. 97lik 207 207 57 78. 57 78 akalar, aloqaga chiqarasizlar. Yana bor uyda sherilari. Qo'chqorlar Serop aka akamda akalar, aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. Sog'lig'i yeb-ichlar joyida aka. Kelar mana juni olib tayyor Qurvoq haytgacha boqsa, vashim bo'ladigan qo'chqorlar ekan, xudo xolasa akalar. Aloqaga chiqarasizlar shu nomerga. Akamda Tayyib Serop aka. 3 milliondan bo'g'ozmi? Jumalda.
Qo'chqor qo'shilgan. Nechta tug'ilgan? Necha tuqqan? 8 ishda. 8 ekan akalar 3 milliondan qaytibdi. Qo'shsa berib yuborasiz aka. Ha, qo'shsa beraman. Nomer qoldirib qo'yaylik. 77lik 77lik 099 099 31 31. 31 31 akalar aloqaga chiqaverasizlar. 3 millionga qo'shini berib yuboraman deyapti. Necha tuqqan ekan bu? Uchinchisiga bo'g'oz ekan, bir yarim. Uchinchisiga 1,5 oyli bo'g'oz ekan. 7 million 600 ga. Ularchi? Ularni bilmadim, shu 10 million 500 ga oldim, menga bular qismadi. Qisir ikkalasi ham. Buni ikkalasi akalar. Qaysinisi? Narigilardan bo'g'oz ekan. Bular ham bo'g'oz ekan akalar. Nechinchisiga bo'g'oz ekan bular? Uchinchisiga bo'g'oz ekan akalar. 10,5 millionga ikkalasi bo'libdi. Unisi kattasi 7 million 600 ga olinibdi akalar. Olganga sotganga ham Alloh barakasini bersin. Akalar mana qo'zi qo'chqor so'raganlarga nech pulda aka bular? 3,5dan kam bor. 3,5 milliondan kam bor deyaptilar. Savdosichi aka? Savdosi 3 million 250 dan sotdik 8 tasi. 8 tasini bir joyga 3 million 200 dan 3 million 250 dan shirilarni sotibdilar akalar. 1 2 3 4 8 ta qopdi aka akalar yana. 8 dona qopdi aka. Nech puldan qilib beramiz aka bir joyga? 200 dan qilib beraveramiz. 3 million 200 dan bo'lsa berib yuboraman bozor oxiri deyaptilar akalar qaytarib olib ketgandan ko'ra. Nomer qoldiraylik aka. 90lik 628 1177 akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Dang'ara tumani akalar. Yana borak sheriklari ya uyda. Uyda sheriklari yana Serop aka akalar. Qashqadaryoni kim aka bular? Zomindiki. Zomin Jizzax Zomindiki ekan akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog'liqlar yeb ishlar joyida ekan akalar, xudo xolasa. 3 million 200 dan bo'lsa, nechta bo'lsa to'g'ri beraman deyaptilar. Qo'chqor sog'liq aralash ekan akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Aka bu qo'zlarimiz. Narxlarni bilmaysizmi? 3,5 milliondan deyaptilar. Kelar mana hali charchoq chiqmagan. Qo'zlar 3,5 milliondan deyaptilar. Egasi ketib qolibdi hakkadir. Nimada? Kirgiz. Sonrasi kattasi uzun aka. Bo'ladi bular. Shunga bitta Telefon nomerlari 90lik 628 1177. Bundan oldingi partiyani telefon nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xudo xolasa. Charchoq chiqmagan qo'zilardan so'raganlar. Akalar shu bilan bugungi videolarimizni yakunlaymiz. Bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, izohlarda bozorimiz qimmat, arzonligini yozib ketishlarini iltimos qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.